Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz Minecraftda va haqiqiy hayotda qabristonga kirib ko'ramiz. Video boshlashdan avval like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Unda qani olg'a. Xo'sh, bu esa bizning Minecraftdagi qabristonimiz. Albatta buni o'zim qurdim. Tan olish kerak. Chiqmadi. Xo'sh, mana qabristonlar bu yerda Steve sanasi yozilgan, yana bitta Steve, Creeper portlab ketgan va boshqa qiziqarli hayvonlar. Qani unda tutorialni ko'ramiz. Bugungi videoda men Minecraft qabristonga kirib bo'ldim. Endi esa navbat haqiqiy qabristonga kirishdi. Xo'sh, qani boshlab olamiz. To'g'risini aytsam, bu yerda atmosfera juda qo'rqinchli. Nayray falan turibdi, mayta devor. Bu yoq esa hamma yo'q. Nima desam bo'ladi? Qabriston bosgan. To'g'risini aytsam, ko'p yurgani ham ancha cho'chiyapman. Men kamerada olyapman. Sababi bu yer juda qorong'u. Ko'rsanglar mumkin. Qorong'uligidan hech vaqo ko'rinmayapti. O'sh kamera ham yaxshi ololmayapti. Mana juda qorong'u, kechqurun tunda kelganim uchun ham qorong'ulik qilyapti. Xo'sh, deylik o'rtaroqqa borish imkonimiz bor. Xo'sh. Mana qani boramiz. O'tlar ko'pligidan o'rta qabristonlar boramiz. Qani unda olg'ar. Bismillah. Mana boshqa qabrlar. Mana o'sha bitta qabr, ikkita qabr va ketyapti. Bitta qabr, bu yerda esa kattaroq tumbacha. Va biz shuni bugungi videoda shu bilan tugatamiz. Agar sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, bitta like, obuna bosib qo'yinglar. Tunda qabristonga kirishda o'zi bo'lmayapti do'stlar. Shuning uchun like, obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Unda sizlar crafting kanalida bo'ldinglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha deb qolaman.